Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xitoyning josuslik organi bo'lgan Xitoy Davlat xavfsizlik ministrligi 8 yanvar, ya'ni dushanba kuni Xitoydagi bir chet el maslahatchilik shirkati mas'ulining Angliya harbiy istixboroti 6-boshqarmasi uchun josuslik qilganlik sababidan qo'lga olinganligini e'lon qilgan. Fransiya agentligining bildirishicha, Xitoy Davlat xavfsizlik ministrligi undidor ijtimoiy aloqa sifatida e'lon qilgan bu vaqtdagi uchurda Angliya harbiy istixborot 6-boshqarmasi chet el tavallikidagi Huang familiya kishi orqali istixborot hamkorlik munosabat qurganligini ilgari surgan. Xitoyning Angliya josusi deb ayblagan bu kishini Xitoy josuslikqa qarshi turish qonuni rasmiy yo'l qo'yilib, Xitoy fuqarolariga qarta chet el josuslarini fosh qilish harakati qo'zg'agan bir vaqt qo'lga olishi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy davlat xavfsizlik ministrligi ilgari Uyg'ur majburiy amkin tekshirishga qatnashgan ba'zi chet el mufattish shirkatlarining Xitoyda turishlik ishxonalarini josuslik gumoni bilan aqtirganligi va ishxon xizmatchilarini tutqun qilib so'roq tarqalqi ma'lum. Bu ahvol azaldan intayin qiyin bo'lgan shirkatlarning Uyg'ur majburiy amki bilan bo'lgan aloqasini tekshirish xizmatini texim qiyinlashtirib, Xitoyda turishliq chet el shirkatlaridagi xizmatchilarning har vaqt josuslik gumoni bilan ayblanib qo'lga olinish andishisini kuchaytirgan edi. Xitoy davlat xavfsizlik ministrligi undidordagi uchurida Huang familiyalikning buyrug'i binoan jamoatga oshkor salohiyatini qalqon qilib, Xitoyga bir qancha qatim kirganligi va Angliya uchun Xitoyga oid istixborot uchurlarini to'plaganligi, shuningdek harbiy istixborot 6-boshqarmasi uchun odam qabul qilganligini ilgari surgan. Xitoy davlat xavfsizlik ministrligining qayd qilishicha, Huang davlat maxfiyatligini o'z ichiga olgan 17 parcha uchurni Angliya harbiy istixborot 6-boshqarmasiga yetkazgan ekan. Xitoy mazkur Angliya josusini qo'lga olganligini e'lon qilishdan avval Angliya hukumati kishilarni Xitoyning Angliyadagi josuslik faoliyatlaridan hushyor bo'lishga ogohlantirgan. Angliya parlamentining bir tadqiqotchisi o'tgan yil Xitoyga josuslik qilish bilan ayblanib qo'lga olingan edi. Bloomberg Tori texnologiya xabarlari kanalining 9 yanvar kuni e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatining yordamiga erishgan bir uchur tadqiqot organi olmi shirkatining bevosita hujjat yo'llash, ya'ni airdrop iqtidoridan foydalanib bir narsa yo'llaganlarni tekshirib aniqlaydigan usulni topganligini, sezgur mazmunlarni o'chirib tashlaydiganligini va uni yo'llovchilarga qarshi zarba beradiganligini jakarlagan. Beijing adliya idorasi torbitining oshkorlashicha, mazkur tadqiqot organi olma telefonining shifrlashtirish xotirasining maxfiyatligini ichib tutadigan usulni topgan bo'lib, bu orqali olma telefonining bevosita hujjat yo'llash iqtidoridan tang foydalanganlarning, bo'libmi hujjat yo'llaganlarning telefon nomeri bilan ilxatlarini tekshirib topa oladi ekan. Mazkur organning bildirishicha, Xitoy soqchilari mush usul orqali nurg'un gumondorlarni tepib chiqqan. Ammo ularni tutgan tutmaganligi haqida ma'lumot bermagan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy tarafining buni e'lon qilishi olma telefonni ishlatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan. Dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiy faoliyatchilarmi olma telefonining airdrop orqali bevosita uchur va hujjat yo'llash iqtidoridan foydalangan bo'lib, 2019-yili Hong Kong namoyishchilari olma telefon orqali Xitoy qarshi shiorlarni ham baharlagan. Xitoy bu texniklik bosishni sog'lom bo'lmagan uchurlarni yo'qotish uchun qo'llanilgan tadbir deb tushuntirgan. Lekin buning ta'sirida olma shirkatining Xitoydagi tijoratining ta'siri uchraydiganligi aniq ekan. Navbatda olma shirkati bu vaqtda inkas qaytarmagan. 2024-yil kirgandan buyon Xitoy iqtisodining bu yilmi davomli tavalaydiganligi haqida xabarlar ko'paymoqda. Bloomberg xabarlari Tori 6 yanvar kuni e'lon qilgan bir xabarda Xitoyning qarz yukining mo'ljalligidan eg'ir ekanligi bildirilgan. Bu xabarda dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoy buningdan ilgirki ikkinchi chong iqtisodiy kuch hisoblangan Yaponiya bilan solishtirilgan bo'lib, Yaponiya oldingi asrning 90-yillarda iqtisodi bir izda to'xtab qolgan. Qarz hassalab ko'paygan bo'lib, iqtisodining eshishi bilan u qarzdan qutulolmay kelgan. Xitoyning qarz yuki texmi ig'ir bo'lib, yerlik hukumatlarning qarzi 2020-yilda 12,6 trillion dollarga yetgan. Yaqinqi 2 yilda bu qarz texmi ko'paygan. Bu qarzlar asosan ulaslar qurilishi xajlangan bo'lib, qaytarish mumkin bo'lmagan nachar qarzga aylangan va Xitoyga ig'ir yuk bo'lgan. Agar Xitoy buni muvofiq hal qilmasa, Yaponiyadek bir izda to'xtab qolish, hatto ig'ir chekinish xavfiga duch keldi ekan. Xitoy Markaziy bankasi o'simni tuvallatish, ishga ehtiyojni kengaytirish, fuqarolarning iste'mol kuchini qo'zg'atish degandek tadbirlarni qo'llanib boqqan bo'lsa-mu, Xitoyning eksport ko'lami kichiklab, chet el mablag'i chekinib, xususiy korxonalarning tashabbuskorligi tuvallab, fuqarolarning hukumatga bo'lgan ishonchi tavrinib qolg'achqa, Xitoy iqtisodini qayta jonlantirish nihoyat qiyin bo'lmoqda ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xi Jinping hukumati yerlik hukumatning moliya ishlariga bevosita aralish tadbirni qo'llanishga boshlagan. Ammo iqtisodshunoslar buning unum bo'lmaydiganligini, faqat kompartiyaning hokimiyat ideyasini o'zgartib, davlat egiligidagi korxonalarni setib,
xusus korxonalarga keng imkoniyat berganda hukumatning qarz yukini yengillatib, davlatning iqtisodini yaxshilag'ili bo'lganligini bildirgan. Amerikaning Cisco şirketi Xitoydagi majburiy emgak chetishliqi bo'lgan Chishan guruhining dengiz mahsulotlarini olmaydiganligini jakarlagan. Bosh shtabi Amerikaning Texas shtati Houston shahriga joylashgan Cisco şirketi dunyodagi eng chong yemaklik parcha setish shirkati bo'lib, dunyo bo'yicha 600 mingdan ko'p xaridori bor ekan. Dengiz mahsulotlari boyliq to'rining 10 yanvar kuni bu haqda bergan xabarda aytilishicha, Xitoydagi Chishan guruhi dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash zavodlari Uyg'urlarni majburiy emgak silishga chetishliqi bilan ayblanib kelgan. Kaliforniyadagi demokratlardan bo'lgan davlat majlisi a'zosi Jared Hoffman 2023 yili 12 ayning 14 kuni Cisco şirketiga xat yozib, mazkur shirkatning Shandongdagi bir dengiz mahsulotlari pishiqlab ishlash shirkatidan mal olganligini, bu shirkatning Uyg'urlarni majburiy emgak silish bilan chetishliqi bo'lgan Chishan guruhining tarmoq ekanligini bildirgan hamda buni tekshirib chiqishni buyurgan. Bu yil 5 yanvar kuni Cisco shirkatining bosh ijroiya amaldori Kevin Horikan Jared Hoffmanning xatiga qaytargan javobida mazkur shirkatning mal ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak chetishliq har qanday malni kirgizmaydiganligini bildirgan. U mundaq degan: Cisco shirkati ta'minlash zanjiridagi har qanday odam atkazchiligi, kishilarni qul qilish, majburiy emgak silish yoki bola ishchilarni ishlatish degan qilmishlarni qat'iy rad qiladi. Agar shunday qilmishlar bayqalsa, o'z prinsipimiz va siyosatimiz bilan uni hal qilamiz. Xabarda aytilishicha, bu yil 9 yanvar kuni Amerika Avam palata a'zosi Jared Hoffman qatorliq 27 vakil imzo qo'ygan va Joe Bidenga sunilgan murojaatnomada Joe Biden hukumatining Cisco qatorliq shirkatlarning o'zini isloh qilishiga turtki bo'lib, ularning majburiy emgak mahsulotlaridan ado-judo bo'lishini ilgari surish talab qilingan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.